Arabcha so'zlarni shunchaki o'yin o'ynab yodlamoqchimiz. Unda ushbu video sizga. Play Marketga kirib, kiritjada so'zlar deb qidirib, ushbu programmani yuklaysiz. Va ichiga kirib, u yerdan arab tili qismini tanlaysiz. Ichida 3 ta modal qurol kitob chiqadi, siz uni birinchidan boshlab yodlaysiz. Kirganingizda birinchi kitobning hamma mavzulari yonida necha foiz o'zlashtirilganligi bilan ko'rsatib chiqadi. Keling misol tariqasida birinchi mavzuni yodlaymiz. Avvalo lug'atda berilgan so'zlarni boshdan oxirigacha kamida 20 marta o'qib chiqamiz. Masalan, ahoda, olmoq, rishatun, pat, pero deb. Shundan so'ng sal pastroqqa tushib, tez yodlash qismiga kiramiz. Kirganimizda so'zlarning o'zbekcha tarafi yoki arabcha tarafi ochiq bo'ladi. Hozir mana o'zbekcha tarafi ochiq ekan, biz bunga bir bossak arabcha tomonni ko'rsatadi. Ya'ni bu fleshkarska uslubi deyiladi. Bunda siz o'zbekcha tomon ochilgan bo'lsa, siz ularni birma-bir o'qib arabchasini topasiz va topish mobaynida ularga bosib ketasiz. To'g'ri bo'lsa davom etaverasiz. Shunday qilib to xato qilmas darajaga yetguningizgacha qaytarib berasiz. Va tugatib bo'lgach, eng tepada o'ng tarafdagi belgini bossangiz, kartalarni do'lalaydi, ya'ni bir-biriga chalkashtirib yuboradi. Va shuningdek, uni yonidagi plus belgisiga bossangiz, sizga mobil harflar ko'rmayotgan bo'lsa, kattalashtirib ham beradi. Buni ham 20 marta chaqirib bo'lgach, orqaga chiqib, so'z topish qismiga kirasiz. Bunda siz to'g'ri tarjimani topishingiz kerak bo'ladi. Masalan, qog'ozga bosasizda, so'ngra bu yoqdan varaqqa bosasiz. Shunda u yo'qoladi. Demak, bu to'g'ri degani. Shu tariqa hammasini tugatganingizdan so'ng, varaq yana qaytadan yangilanib qoladi. Va bu mashqni siz so'zlarni yodlab bo'lganingizga ishonch hosil qilguningizgacha qaytarib berasiz. Va oxirida test qilish mashqini 10 tadan 20 martagacha qilasiz. Hozirgidek mashqqa kirganingizda o'zbekcha tomon chiqqan bo'lsa, demak siz arabchasini topishingiz kerak bo'ladi. Va siz buni aksini ham tekshirib ko'rishingiz uchun mashqqa orqaga chiqib yana qayta kirib ko'rsangiz, almashadi, ya'ni arabchasi tepaga chiqadi. Davomini o'tkazib yubormaslik uchun videoga like bosib, kanalimizga obuna bo'ling.